Assalom. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Hozir Zordun Sabirning Yevropaga safar nomli ziyorat xotirasini o'qishni davomlashtiramiz. Moskvalik do'stlar. Men telefon berishni bilmaydi ekanman. Axir yuk to'shig'ichi sog'lom yigitni Pomagayt, ya'ni yordamga taklif qildim. Nayti Tursun Sodiq akaning ayoli Pasha hadi bilan, undan keyin Sherikning ayoli bilan telefonda so'zlashaldim. Tursun Sodiq aka burun Shinjongda Avtonom rayonlik partiya maktabida ishlagan. U kishi Moskvada nurg'un yil xizmat ishlab, hozir pensiyaga chiqibdi. Tursun akadan burun onun o'g'li Rafqatjon vokzalga yetib keldi. U kelguncha men 2 soatdek vokzal oldidagi cho'ng ko'chada turib, moskvaliklarni kuzatdim. Neri-beri aylandim. Xotirjam qo'ltiqlashib yurishgan, qisqa palto kiyishgan qiyirlar, yasanchoq, mag'rur qiz yigitlar bilan ko'p-ko'p ko'zlaridan oq ko'ngilligi bilinib turadigan, hammaga qiziqadigan o'moq bolalar Moskvadagi tinch, xotirjam hayotning simvoli. Men do'ppi kiygan o'zbeklarga, bo'rt-mishal salgan Ozarbayjon ayollarga salom berib, ular bilan so'zlashmoqchi bo'ldim. Lekin ular xohlamadi. Har xil chiroyli kiyimlarni kiygan ming'lagan odamlar ichidan biror tonish chiroy izlayman. Lekin bu omad menga nasib bo'lmadi. Moskvaning kangri ko'chalarida uzilmay chepishib yurgan mashinalar bilan gumbazlik, chiroyli peshtoqlari uchuq havoda chaqnab turgan milliy pasonda yozilgan binolarning ustida g'o'ng'ilishib yurgan kaptarlar beshidan nurg'un issiq so'qib o'tgan bu shaharning bugungi tinchligi uchun qanchalik odamlarning issiq qonlari to'kilganligini menga eslatdi. Moskva, o'g'lingdek söyümen seni. Söyümen Rus'tek kaynak erke ve körkem. Söyümen çaşlarının ezgü ekini. Çişlik tamlık, mağrur Kremlni hem. Şairi Lermontov bu misralarda Rus xalqining bu ulug' shaharga bo'lgan yalqinliq muhabbatini ifodalagan. Men Kreml oldida ixtiyorsiz bu misralarni yod o'qidim. Moskva nomli bu she'rning ham xiyol qilgan edi u yod hukmdor degan misralari yodimga kelganda, mening xiyol ekranimdan ko'yayotgan binolar, o't ichida bolalarni quchoqlashib, aloqsada bo'lib yugurishib yurgan ayollar, peshonasidan qon eqib turgan, o'ngdisiga yotgan soqolli soldatlar o'tdi. Bu manzarani men urush va tinchlik romanidan o'qigan. Rossiya inqilobining ayniki bo'lgan ulug' yozuvchi Lev Tolstoy o'zi tug'ilgan vaqt, ya'ni 1828-yildan 16 yil burun bo'lib o'tgan Moskva fojiasini xuddi o'z ko'zi bilan ko'rgandek yozgan. Mana men bugun tinch, baxtlik minutlarda Moskvaning hozirgi go'zal husnini, xiyolimdagi Moskvaning buningdan 195 yil burungi yong'in ichidagi manzarasi bilan selishtirib turibdiman. Mana bu hal insoniyat jamiyatini ovozsiz holda suratga olg'uchi ulug' bir faoliyat, ya'ni adabiy ijodiyatning roli urush va tinchlik yozilmagan bo'lsa, men Moskvani mushu holatda tushungan bo'lardim. Hayotni bugungidek qizg'in so'ymagan bo'lardim. Moskvaning bugungi qizil yo'pirmoqlar ichidagi manzarasi menga bu tuproqda cho'ng bo'lgan sonsiz azamatlar ichidan o'zimga tonish bo'lgan adiblarni, qahramonlarni birma-bir eslatdi. Afsuski, tarix begunoh odamlarni
bir-biriga düşmanlashtirguchilarni yodidan chiqarmaganligiga o'xshash uqishmasdan bir-biriga dushmanlik qilg'uchi ulug'larnimi esida chin saqlaydi. 1812-yili Napoleon Moskvaga besib kirganda 19-asrning oldingi yarmida o'tgan atog'liq tanqidiy realizmchi yozuvchi Stendhal Napoleon qo'shinining bir ofitseri sifatida Moskvaga hujum qilib, kirguchilar qatorida bo'lgan. Shu chaqda Stendhallar o't qo'ygan shu shaharda ikkinchi bir ulug' adib Aleksandr Ivanovich Gritsin dunyoga ko'z ochgan edi. Bu bir unutilg'usiz fojia. Birining o'rnini biri bosadigan qalamdoshlar, vatandoshlar, hatto qarindoshlarning bir-biriga tig' tanglishi shuning bilan oxirlashgani yo'q. Bugungi Moskvaning tinch, go'zal manzarasi hech qachon bizga bu xil dushmanlikning tugaganligidan bishorat bera olmaydi. Napoleon mag'lub bo'ldi, lekin qalbilik oxirlashmadi. 1941-yilining oxiri, 1942-yilining boshlarida mushu Belorussiya vokzalining atrofida yana Moskvani qo'g'dash jangi bo'ldi. Gitler 1941-yili 10-oyda o'zining davlat bayrog'ini Kreml osmonida lapildatmoqchi bo'lgan edi. Lekin Moskva unchalik oson tis bukmaydigan. Ikkinchi qitimliq tavakkulchilik tajovuzchining mag'lubiyati bilan oxirlashdi. Assalomu alaykum. Oldimga qarab quchoq ichib kelayotgan yigit shubhasiz Rafqatjon edi. Men ko'rishdan keyin bu yigitga diqqat qilib qaradim. U o'ttir bo'y, qora ko'z Uyg'ur yigit ekan. U Uyg'ur tilida chiroyli so'zlaydi ekan. Ya'ni garchi rus maktablarida o'qigan bo'lsin. U hozir Moskvaning sirtidagi Saqiliq qozon zavodida sex boshlig'i ekan. Uning ayoli rus ekan. Hozir ikki qizi bor ekan. U meni uyiga qattiq turib taklif qildi. Kashrak Tursun Sodiq aka Sheribjonlar keldi. Sheribjon injener ekan. U shu oqshimi xizmat bilan Ukrainaga bormoqchi ekan. Biz uzoqcha ko'cha aylanib yurib, o'tgan va hozirgi ishlar to'g'risida paranglashdik. Rafqatjonga meni taklif qilguvchi g'arbiy germaniyalik jungoshunos Thomas Hoppi apandining adresini berib, mening Sharqiy Berlin vokzaliga yetib boradigan vaqtimni aytib berdi. Rafqatjon aldirab telegram bergili yurib ketdi. Poyez Belorussiya zaminida olg'a ketib boradi. Men Tursun aka Sheribjonlar bilan qilgan suhbatimni aslab, derazadan qorong'u dalaga qarab o'tirib, xalqimizning madaniyat va ilm-fandan ko'proq bahramon bo'la oladigan kunlarning tezroq kelishini, bizning xalqimizning Sobil bo'vaydek o'z vatanidan chiqib, sirt davlatlarni ko'rib beqishini chin qalbimdan orzu qildim. Xayoldan reallikqa qaytdim. Belorussiya Sovet ittifoqining boy va cho'ng jumhuriyati. Bu makon Rossiya va Sovet ittifoqi hayotida nurg'un o'chmas ishlarning shohidi bo'lgan. Napoleon va Gitler armiyasi mushu dalalardan hayva bilan go'rkirab bo'rondak sharqqa o'tgan. O'xshashla mushu yerlarda o'zlarining minglagan jasadlarini qoldirib, g'arg'in, alaqzoda, vahima ichida o'z xo'jayinlarini qarg'ishib, g'arbga qarab ketishgan. Mana nurg'un shoirlarga she'riy hissiyat, cho'nqur fikr hadiya qilib, o'z qo'ynida qobil shoirlarni yetishtirgan Menesik. U o'zining yorqin chiroqlari bilan mening qalbimda hissiyot va lirik paydo qildi. Moskva uzoqda qoldi.
Ammo u yerdan olgan ta'sirot, u yerdagi do'stlar mangu qalbimda. Polsha zaminida o'ylaganlarim. 13 oktyabr atdiganligi shu yer vaqti soat 13 dan 25 minut o'tganda poyezd Varshava vokzaliga kirib keldi. Varshava ko'chalari keng, binolari milliy tus selingan, dal-daraxtga cho'milgan shahar ekan. Bu shahar 1596-yildan boshlab Polshaning poytaxti bo'lgan. Ikkinchi Dünya urushida ig'ir vayronchilikka uchragan. Ammo shaharning hozirgi qiyofatidan qilcha vayronchilik iznosi tepilmaydi. Vista daryosi shaharni ikkiga bo'lib turadi. Poyezd daryodan o'tib tonnelga kirdi va keng chiroqlar bilan yo'ritilgan maydonga to'xtadi. Men burutda o'ziga yarashgan saqchidan so'radim. Bu yer metromi? Yo'q, vokzal. Men uning bilan rus tilida so'zlashdim. Bu yerning erlari, baslik, burut qo'ygan ayollari go'zal ekan. Fransiya yozuvchisi Balzacning polshalik Barinaga oshiq bo'lganligi bekor emas ekan, deb o'yladim. Daryo bo'ylab minishqa bo'lsaydi, u chog'da Krakow shaharini ko'rgili bo'ladi. Bu yerda Kopernik ko'chasi bor. Burun San Anta deb atalgan bu shaharda Kopernik yashagan. U o'zining Osmon jismlari ta'limoti nomli asrini shu yerda yozgan. İnsoniyatga o'z to'ktilari bilan zo'r utuqlarni hadiya qilgan bu shaharni 2. Dünya urushida Hitler Germaniyasi qon bilan bulg'agan. Uning yeniga qurilgan Auschwitz'in lageriga 18 davlatning mahbuslarini qamab 4 milliondan ortiq kishini o'ldirgan. Hozir 2. Dünya urushida 10 milliondek odamidan ayrilgan bu davlatning ko'z yoshi quragan. Varshava shunchalik jimjit. Illiq simildab yig'iyotgan yomg'irda yashirib turgan chemanlar xuddi hayotida qon izi ko'rmagandek pokiz. Varshavadan qo'zg'aldik. Kangri, qo'noqlari o'rilmagan itizlar, sarg'aygan bog'lar. Mana bu Polsha zamini. 10-asrda davlat bo'lib qurilgan bu zaminda 18-asrga kelguncha nurg'unlagan shoir, yozuvchilar paydo bo'lib, ular Polsha madaniyatining dunyoga dong chiqargan namunalarini yaratdi. Narushevich 1733-yildan 1796-yilgacha, Tilonibisky 1739-yil tug'ilib, 1812-yil vafot bo'lgan. Krashevskiy 1735-yil tug'ilib, 1801-yil vafot bo'lgan. Vengrivskiy 1755-yil tug'ilib, 1787-yil vafot bo'lgan. Qatorliqlar ana shularning vakillari. 1795-yili Polshani Char Rossiya, Prosiya, Avstriya davlatlari bo'lishib oldi. Shuningdan boshlab Polsha adabiyotining asosiy temasi milliy ozodlik kurashi bo'lib qoldi. Shu yillarda ijod qilingan Wybickining Polsha Polak naqshisi keyin Polshaning davlat gemini bo'lib qolgan. Poyezd Polsha etizlari arsida ketib boradi. Kang etizlar, ihota o'rmonlari mening Polsha adablari ustidagi xiyollarimni saskandak midirlaydi. Allaqachon kaydimda qolgan Varshava, haqini, bilganlaringni yana o'yla, deb meni rag'batlantirayotgandek bilinadi. 1863-yili mening yurtim G'uljida zulmga qarshi dehqonlar qo'zg'oloni bo'lgan yili. Mushu Polshadimi yanvar qo'zg'oloni ko'tarilib, kapitalizm tez taraqqiy qilib, Polsha proletariati dunyoga kelgan. Bu davr
Polşa realizm ədəbiyyatının payda buluş, gülleniş dəvri bolğan. Bolubmu proza tez tərəqqi qılğan. Ədəbiyyatının pişib yetilişi, millətinin uyğunuşu yetilişinin derek beridi. Öreyişkava, Sienkiewicz, Ferosis, Kanaponiskayalar şu çağda yetilgen yazğıçılar. Öreyişkanın Mart'ta, yani Neman Deryası boyida namlıq romanları, Sienkiewicz'nin Ut ve Qilish, Kelkün, Livudiyeviskiy Efendi namlıq trilogiyası. Mana şu Polşa realizm ədəbiyyatının danlıq misraları. Polşa 1918-yili müstaqillikqa erişdi. Lekin 1926-yili Bisoyevskiy taxtga chiqib, faşistik diktatura yürgüzüp, kommunistik partiya bilen demokratik güçlerini qattiq bastırdı. O Hitler Germaniyasiga qarta təslimçilik siyaset yürgüzdü. Bunun bilen 1939-yil 9 ayda bu dövlətni Germaniya faşizmi tamamen yo'qotdi. Realist yazğıcı Dombrovskiyning Qarang'u tün ve Yoruq kun namlıq romanı, Nabukovskiyning Viktor Morjinning qatarlıqlarının əsərləri cahangirlikka, faşizmga qarşı xalq kurashinin jarayoni va japa mushaqqatlarini aks ettirgan. Kilochevskiyning Kardian va Sahroliq namlıq romanı, Vasiliy Viskayevning Vatan namlıq romanları erkin Polşa üçün kurash qilgan ishchi dehqon emgakchilarni tasvirlagan. Poyez ketib boradi. Etizlar, yezilar jimjit. Simsim yağmurda yuyulgan dalalar öz güzelligi bilen kişiga zoq ve ilham bağışlaydı. Bir çağlarda bu yerde kanlar aqqan. Polşa halkı ormanlarda minglab, tümenlab, 100 minglab kırılgan. Hitler Polşalıklar bilen Ruslarni dünyadan millet süpütede yoqtuş şuarını toğlap 10 milyondek Polşalıkның jeni qizanı bolgan. Qoral ve zəhərlənген qol bilen adamlarni öldürüşke boladı ki. Lekin bir milletni, bolupmu özünün milli medeniyeti bar bir milletni yoqatqılı bolmaydı ki. Polşa 1944-yili azad boldu. Lekin Polşa meselesi 1943-yili başlanğan Yalta yığınının en qiyin meselesi bolup qalğan edi. Roosevelt, Stalin, Churchill bu üç çoğun katıbaş bu dövlətinin kelgisi üstüde qançilik talaşdı, qançilik qızırışdı, qançilik aql işletdi. Bunu bugünkü dünyanın savatlık cemaati nait obdan biledi. Navskovskayning Zinnet buyumi namlıq oçeriklar toplami, Brandisning Tiz pükmez şəhər namlıq romanı, Andrevskiyning Kül ve Olmaz namlıq romanı ve Keçi namlıq hikayeler toplami, Mariya bilen xeyirlishish, reallik qatarlıq əsərlər Polşa xalqının әні şu aldın qısab ve faşistlar besib alğan məzgildeki iğir japalıq hayatını təsvirləgan. Mana bu əsərlər bizga Polşa xalqının dövlət, millət süpütüdə mövcud bolup tura alışının səbəbini düşəndirib berdi. Polşanın axırqı şəhəri Kunobitsi şəhərində Polşa toğrısidagi xiyal və biladiganlarım axırlaşdı. Hazırqı Polşa toğrısida hech narsa bilmaydiganmi? Mana mushu ish to'lim ko'ngilsiz to'yildi. Bu səbəbi düşünüşlük bolğan iş. Hatta men azapladı. Men büyük Sovet Qazaq yazğıçısı Muxtar Avzovning tövənki sözünü əsildim. Yazğıcı üçün xalqlara dostluq edin. Xalqlar avlodinin dostluğidan qimmat tuyğu bolması gerek. Adam ruhining eng cho'ng xususiyati ana shu tuyg'udan boshlanadi. Xo'sh, keyingi bölümde
Berlinde ziyaret resmi başlandı. Diqqətinizə keyinki bölümgün bəgəysiz. Mən adətdə kitab oxusam, qızım işləgən musiqilarni qoyub qoyuşni yaxşı görmən. Kəşmişdim o asasən qızımның musiqisini işlətdim. Keyinki əsərlərdə o şu qızımның musiqisini işlətishini yaxşı görmən. Bəlkə siz yaxşı görgənsiz. Maqul əmsə, xeyli soğaq kəşf qaldı. Kelər qətim görüşəyli. Aman bolun, xoş.